Assalomu alaykum. Bugun kreditlar to'g'risida gaplashamiz. Har bir qimor, stavka qilib yurgan odam boshida shu o'ynaydi, qiziqishlardan boshlanadi, pul tikadi, o'zim boshqara olaman deb o'ylaydi, yutadi, yutqizadi. Shu yutqanlarimiz bizani ong ostimizda, miyamizda saqlanib qoladi. Bu illyuziyalar bizani bezovta qilaveradi. Chunki bu illyuziyalar oson pul topish ishtiyoqini ilhomlantiradi bizada. Bu miya deydi. Oson pul topsa bo'ladi. Sen bir oy ishlashing shart emas. Seni qimorga bo'lgan ishtiyoqingni yana shu o'yinni o'zini jalb qilishni boshlayveradi. To'g'ri, bitta joyda ishlasangiz, shu sanani siz intizorlik bilan kutasizdan rejalarni qilasiz. Men har oyning 5-chislosida oylik oladigan bo'lsam, 5-chislada o'zingizdan o'zingiz miyangizda, fikringizda o'zingizcha ekspresslar tuzasiz. Stavkani 1 million yoki 500 ming so'm pul tiksam, mana shunchalik yutdim deb rejalarni ham qilib tashlaysiz. Qarzlarimdan qutulaman deb rejalarni qilasiz. Bu ham xayollar bizani battar tubanlikka olib keluvchi o'y fikrlarimiz hisoblanadi. Shu illyuziyalarni tark bo'lmagunimizcha shu o'yin ichida botqoqlikda har doim yuraveramiz. Demak, bu qimor tuzog'ida, qimor botqoqligida yurgan insonlar juda yaxshi biladi. Pul tugagandan keyin nima qiladi? Kreditlarni olishni boshlaydi. Hozirgi kunda kredit olish oson bo'lib qolgan. Shu ilovalarni skachat qilasiz, предложениyalarni, любой bir internet bankni, onlayn bankni shunday ilovasini skachat qilib, ma'lumotlaringizni kiritasiz, 5 daqiqa ichida sizga javob xati keladi, одобрение. Sizga mana shu limitingizga qarab pul ajratadi. Pul olganda olish oson, bemalol olasan pulni. Shu qimor ichidagi odam bu narsadan osonlikcha foydalanib, bu bir ahamiyatsiz narsadek bo'lib qoladi. To'g'ri, kredit olasan, onlayn mikrokartlar olasan. Bu pullarni sen yutaman deb tikasan, to'g'ri. Mabodo yutib qolganingdan ham seni xayolingda yana ko'proq yutaman deysan. Shu olgan sen orqangda turgan qarzlarni to'lamaslikdan ham ko'zing yumib qo'yar ekanda bu narsa, qimor. Onlayn kreditlar shu olish oson bo'lib qoldi. Bu olgandan keyin qimorda yutqizib yuborasan, buni sen ertaga to'lashni o'ylash kerak. To'g'ri, oy, vaqt juda ham tez o'tib turibdi. Hadimi o'sha to'laydigan vaqting kelib qoladi. Kreditimni vaqtida to'layman deb yana kimdandir qarz olasan. U olingan qarzni ham kreditga to'lamaysan. Yutqizib yuborasan. Buni tan olish kerak. Qimorboz inson hech qachon qarzimni to'layman deb o'yinga risk qiladi, azart qiladi. O'yindan chiqazib olaman, fikr qiladi-da, men oldin yutganman, o'zim boshqara olaman. Kimdandir shu kreditimni yopaman deb pul oladi, shu pulni to'lamasdan turib, uni kallasida o'zi miyasida aylanadi-da, qo'lida puli bor. Kreditini yopsa bo'ladi. Yo'q, shu o'zini hisobiga stavka qilish uchun stavka hisobini to'ldiradi, o'ynaydi. Nima qiladi? Yutqizadi. Keyin yana nima qiladi? Pul izlashni boshlaydi. Shu tariqa bitta bank emas, ikkita bank emas, bir nechta mikrozayimlarni olib tashlaydi. Qimor ichidagi inson. Pul olish oson banklarda. Oldin kredit olish juda ham qiyin bo'lgan, kafil kerak bo'lgan, tanish bilish, iltimos qilib, hozir oddiy hol bo'lib qoldi. Shuna qimor ichida yurgan insonlarga shu maslahat beralarim, vaqtida tan olinglar.
To'g'ri, kredit olish muammosiz. Hozir o'ynab yurgan yosh insonlarni men ko'raman yoki yoshi katta insonlar ham tanish bilishlarini nomiga ham kreditlar olib tashlagan. Bu kommentariyani ko'ring. O'zi yaxshi pul topgan inson vaqtida shu qimor ichida yurib o'zi kredit olgan, kreditlarni yutqizgan, hamkasblari nomiga kredit olgan. Bu oxir oqibat O'zbekistonni tark qilishga ham to'g'ri kelgan. Hozir tushunib yetmasak, buni oqibatlari juda yomon bo'ladi. To'g'ri, kredit olsa bo'ladi. Kreditni ham olishni o'zi gunoh deb bilaman. Chunki hozir bemalol kredit olinib turibdi. 40% gacha ham odamlar shu qimor ichidagi uni ko'zga ko'rinmaydi necha foiz, 50% bo'lsa ham kredit oladi. Uni fikri, ong ostidagi fikri yutqizilgan pullarni yutib olaman, qaytarib olaman. Mana shu kreditni hozir olib turib, yosh yigitlar menga telefonda gaplashdik. Yaqinda bitta yosh yigit telefon qilyapti, aka, mana shu yutqizib qo'ygan pulimni yutaman deb 50 million kredit bergan, mikrozaym. Bemalol 5 minut ichida o'zi pul kelib turibdi, osonlik bilan mikrozaym kelib turibdi. Lekin to'g'ri, u kreditni vaqtida to'lash kerak. Grafiki bor, 3 yil ichida shu 50 millionni qanchadir qilib 150 millionmi, 180 million qilib to'lab beradi. Uni fikrida shu yutqizilgan pulni qaytarib olaman deb 50 million pulni olgan. Bola bilan biz gaplashganimizda 10 minutga bormadi deyapti. 50 million pul qimordan ketdi. Endi nima qiladi? Uni har oy vaqtida to'lash kerak. Uni kallasida, ong ostida, fikrida, miyasida faqat qimor aylanadi. Buni vaqtida to'xtatmasa, buni orqasi izi davom qilib ketaveradi. Qimor shunday narsaki, faqat pulni emas, muammo qilib pul bo'lmaydi u yerda. Bu yerda yon atrofdagi qarindoshlaringiz, ularni ham tushunish kerak. Ertaga bankdan kelishadi, MIBga o'tib ketishadi. Baribir u pul to'lanadi. Faqat kredit olishda ozgina fikr yuritish kerak. To'g'ri, sen hozir o'ynayapsan. Seni tafakkuring, ong ostingdagi, miyangdagi o'y-xayollar faqat qimor ichida bo'lib turibdi. Hozir shuni to'xtatmasa, buni oqibatlari juda yomon bo'ladi. Hozirdan o'zingiz bilan gaplashing. To'g'ri qaror qabul qiling. Toki o'zingiz tan olmaguncha shu qimor ichida, qimor olamida, qarzdorlik botqoqida yuraverar ekansiz. Buni qimor tuzog'idan chiqsa bo'ladi. Bu ishni men uddaladim. Uddalaganlar bor. Sen yolg'iz emassan. To'xtatsa bo'ladi. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosing. Qimor tuzog'idan, qarzdorlik botqog'idan aziyat chekib yurgan insonlar bo'lsa, ular bilan ulashing. To'g'ri qaror qabul qiling, xulosa qiling. Qimordan chiqsa bo'ladi. Ko'rishguncha.